Qızlar, eringlarni cho'qim yaxshi ko'zdinglarmi? Sizlar uyda yo'q vaqtda o'g'irliqcha sizlarning ko'ynaklaringlarni, ish kiyimlaringlarni kiyib oladigan menda g'alati qiziqish yo'qdi. Hay do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarning Dilo so'zlaydigan do'stlar, Dilo. Bugun Dilo so'zmayman, qaranglar. Bugun bir ayol o'zining peshidan bo'lib o'tgan bir ishni to'g'ri yezib chiqiribdi, qaranglar. Erining bir maxfiyatligini bayqab qolibdi. Cho'qim eng oxirigacha anglanglar, hayron qolsizlar. Amsa tensan kontrol qilib bugungi mezmunimiz kirishib ketaylik. Agar bir sirtqi buzilmaydigan, ishmaydigan, chekmaydigan, qimma o'ynamaydigan, maoshni sizga topshiradigan, hatto sizga intayin yaxshi muomala qilib, hamma gapda sizning og'zingiz qaraydigan mushunda bir muloyim bo'lsa, biroq bu o'g'irliqcha sizning ish kiyimingizni kiydigan bo'lib qolsa, amsa ayollarga nisbatan bu uchinchi shaxsga buzilganda mabatlar eg'ir keldi deyman. Bugun so'zmoqchi bo'lgan bu mazmunimizning bosh personaji bo'lsa Lingwan ismli bir 29 yoshli ayol ekanda, eri bilan to'rqili 5 yil o'tdi. Ana ikkisining munosabati shunday yaxshiki hamda boshqalarning og'zidami bu shikaylan amdayligidek munavvar ayol hisoblanadi ekanda. Endi bu eri tabiiy fanlarni bitagan Ligonan deb qo'ymizga shunday ekanda, bir fan texnik shirkatida ishlaydigan. Yillik maoshimi shunday yaxshi. Endi bu Ligonanlarning mijoz qanday bo'ldi bizlar qo'yliq bir xil eg'ir besiq, unchalar romantikliklarni bilib ketmaydi. Shu sal o'zining ishini qilib yurgan ashna bir jinan ekanda bu ermi. Bu ishmaydigan, chekmaydigan, ishdan tushsam uyga qaytib kelgan. Acaba meni erim o'xshaydi ekan. Agarda bu ayol o'sha ishni bayqab qolmagan bo'lsa, qaranglar, bu eri bilan mangu mushta baxtli o'tibdi. Endi bu qiz erining maxfiyatligini qanday bayqab qolibdi desanglar, qaranglar, bu qizning bir ko'ynagi bor ekan. Qanday yeshilranglik, yipak, bir devday ko'ynak ekanda, suputim shunday yaxshi yesh vaqtimi, xeyli qimmatli olib ekan bu qiz. Shu oyab bu ko'ynakni faqat shu er bilan bir yilga to'y xatir kuni o'tkazgan chaqlan bir qatam kiyib oldiga ishkab sevibdi. Lekin bu ko'ynak yilqimda kiysa va shinsayisini chiqirdigan, hamda odamning shinsayisiga xeyli talabi yuqori bir ko'ynak ekanda, shunda pes figurlik chiqirdigan. Shu bilan uni oyab endi ishkabning ichiga, bunda bir yilga teshig'i chantozaldan qo'ymaydigan bir narsani otib, ishkabning ichiga qisib qo'yibdi ekan. Shunda qilib bir kuni bu qiz ishlayotgan şirket niye qo'y qilmoqchi bo'ldi deb bizlar shirkatlar yilning oxiri kelgancha har xil o'tirishlarni qildik, bir yillik xulosa deb. Shunda qilmoqchi ekan. Shundan bu kuni atdigini bu qiz shu ko'ynakimni kiyay deb ishkabni ichib yillik ko'ynakka qaramamdi. Eshada qarab turib tam qopdi. Nima qilsanglar yillik ko'ynakning odatda bizlar bunday ko'ynaklarning yon tarafida sertimiz bo'ldi shunaqa. Yillik sertimizning usti keyich taqoqliq tumay balki 20 keycha it qo'yibdi-da. Anki mundu qarsa bu sertimning yinida eshadga raxchu mundu tarilib ketibdi. Yillik bir narsa patmay yillik jilib ketgandek cho'shda tarilib ketibdi. Bunun qarab bu qiz turib lam qaptida chunki bu qizning champojong so'yganlar. Ashta asqan kiyimlarning hammasining tugumlarini cho'qim itiga sertmalarni cho'qim ustiga chiqirdiganda bunda yerim itib qo'ymaydi hargiz. Uning ustiga qaranglar. Agarda bu qiz bu ko'ynakni buzib qo'ygan bo'lsa, o'zi anda kiyib qo'yib anda jidayotgan bo'lsa, cho'qim bilatiga cho'qim ko'ngliga soladigan. Chunki bu qiz bu ko'ynakni shunda oyab kiydigan vaqtdan yoqi. Unda tarilib ketgan bo'lsa, cho'qim isida bor. Shu buningga qarab bu qiz gumondiki. Bu qiz birinchi bo'lib shu uyni tozalaydigan tozliqchi ayoldan gumon qildi. Bu tozliqchi ayol bularning uyi tumaydi. Ana mala ishga ketgan joyda andikin kelib, uylarni tozalab, chinlan yuvib, etadigan tomoq bo'lsa etib, ashta ketadigan, vaqtli kelib ketadigan ashta ayolda. Shu ashnada gumon qilib, turib ketib, to'xtab turib, bizning uyni tozalayotgan xeyli bo'ldi. Bunda ahvol uchrab baxmagan. Uning ustiga bunda opashlar, u mening ko'ynakimni kiyib beqib nemish qildi, mumkin emas-ku deb o'ylab turib ketib, bu qizning ko'ngli jig'il qilib qolganda acaba erim ma uyga bir ayolni akaga o'xshamamdi deb o'ylaydi. Shundan bu qizning ko'ngliga bir gumon tushibdi-da. Shu kun kechlik eri haqirab uxlayveribdi. Bu qiz kecha uxlamay ash qalasiga kiribdi-da. Bizlar nemishdi deb. Shundan aytsa-digini eri ishga ketgandan keyin bu qiz xuddi bir soqchilar bir jinoyatchilarning uyiga kirsa ham meni oqtirib titibdi-da. Shunga o'xshash uyning ham yerini oqtirib titibdi-da. Hech qanday bir birasining chechimi chiqqanmabdi, ya bo'lmasa bir noma'lum ettirning purqimi chiqmabdi. Ular ahli sandiqni oqtirib yo'qdi. Hech qanday bir yilg'indek kichik kunlikdek bir narsalar chiqmabdi. Eri kechlik kelgandan keyin o'g'irlik chuqlab qolgancha telefonimni tekshirib yo'qdi. Hech qanday birasi bilan bir g'ayriy paranglashgan unda lyoten jilunim topamabdi. Bu eri degan oppoq qog'oz dekanda. Shundan bu qiz o'ylab turib ketib, men o'zim pek mingan bo'lib qoldimmi ya? Men pek ortiq o'ylab ketgan o'xshamdim deb o'ylabdi. Lekin bir haftadan keyin yana bir ish yuz beribdi, qaranglar. Bu qizning endi ma'lum bir cho'ng markadan olgan, xilib qimmat pulga olgan bir ish kiyim bor ekanda. Endi suputim shunday yaxshi, andiga uya beldir, to'g'ri shunday shingan ashta bir ish kiyim ekan. Shu bilan buni izdabdi ishini topamabdi. Oxiri mush ishkobining bir bulungidan tepibdi, qaranglar. Mushtali qo'lga yeb qarsa, miyadagi tasmasdan birsi uzukdug'idek. Shunda qarsa, yilqi bir nima deymiz, popoykalarni yilqi bek kiyib, munda kiyivsanglar, yilqi tenshingizga eslik kelmaydigan bir xil buzlik ketadi-ku. Oshundaq lokan ashta holatga tushib qopti bu bir. Shu bu qiz degan buni ko'rib, hayron qolib tashladi. Shundan bu qiz qaytadan gumon qilishga boshlabdi. Erini mushtu ko'zdagi uyning ichiga oqtirdi, lekin hech nim topamabdi. Oxiri bo'lmay bu qiz mushu yotoq o'yining anda bir yerga o'g'irlikchi kichikina bir shishangni o'rlashtirib qo'yibdi, qarang. Ashulaqi o'zining grim qildigan ustilo, shunga to'g'rilab bildi. Lekin yarim oygacha hech
qanday bir ish bayqalmabdi-da. Er yana ishdan keldi-ki, bu ayolga shunday muomala yaqinlik muomala qildi-ki, yana gaplarni qildi-ki, shirkatda bo'lgan ishlarni deydi-ki. Yana burunqideklamda shunday kunlarning birida bir juma kuni bu eri ishdan qaytib kelib deyotganda, "Xotin bizning shirkat kechda tunjang qilibdi-ki, shu kechda uy kelmayman jumu" deyotganda, shu bu ayol shappa turib ketib, "Ha shu bizning yondagi shaharga cho'chaq qilib boratdim-ki, hozir mamsam bo'lmaydi" deb narsalarni yig'ishtirib chiqib ketganda uydi. Lekin bu ayol ketmay, nima ish qilgansan, mashina haydab, "Ma yer osti mashina to'xtatish maydoni bor, shuni ham bulun qapirib bir jemkun ko'maydigan bir yerga to'xtatganda, shu bilan telefonni ilchib, shoshangto qaraydi. Yilqi shoshangto degan holatni ko'rib, tas qolgan bu qiz ashada qon qusib ketgan. Bu jemkonda bu eri nima ish qilibdi desanglar, ustida kiyim yo'q. Ash xuddi ash ayoldek, ayolning ash grim qilgan ustida o'tirib, shunda butun zehni bilan qiziqib grim qo'yibdi qaranglar. Yo'q ayolning degan ilqi findiylarni, moylarini degan paq mush yuzlarga surkab, do qilib ash ma yenshan bag'u mushlarni mushtaq surmlarni surkab, anki qo'xunglarni surkab degan. Endi erlarni bizlar ma chiroylari, endi ma qangshalari deymiz, o'bular deymiz, ma ayollarniki qaraganda o'rg'araq alla bo'lib qolsa bir xil litiroq bo'ldi-ku. Endi unda erlarni grim qilsa, ma soqol bilan birlashib, ilqi yuz maylab bir xil ilqi ko'zga qo'rqinchli ko'rinib qoldi. Bu eri ashuna qo'rqinchli ko'rinib qoldi bu jenkonda. Shu bilan eri ilqi grimlarni qilib bo'lgandan keyin u duli kiyim shkafini aniq bor ekan. Shu bilan shkafning ichidan yilqi qimmatli bilan yilqi yeshil rangli qimmat ko'ylakni olib qarang. Bu erning bu egizligi 1.77 kelganda bedinimi shunda ustaxonlik ekan-ku. Shu bilan boshda yilqi libirni kiyibdi, aynakka qarab o'zini o'zirini bir cho'gilib aytgandan keyin shu yilqi yeshil ko'ylakni ash patmasimi unimay mushtaq qilib yurib bir nimalarni qilib yilqi yo'g'on bedni kiyibdi qarang. Shu bilan bu ko'ylakni kiyib olgandan keyin bu eri uttul uyning bulun tarafiga qarab mangdi ekanda. Bu uyning bulunida bir yilqidek bojangoga o'xshash bir yilqi mimalik bir ishkop bo'lgan-ku. Odatda eri buningga yilqi shirkatning maxfiy hujjatlarini saqlayman deb aytdi ekan-ku. Ayolim buning ham mimasini bilmaydi, ham ayol buning qiziqmaydi-ku. Endi ma'lum shirkatlarda o'sha shirkatning maxfiy hujjatlarini o'zining uydagilar ko'rsatsami bo'lmaydi-ku. Shu erim dashta deydi-ki. Shu bilan bu er degan uttul eshak berib, tit mimani besib ichidan nima chiqirdi-ki deb yaqinlar. Bir jup egiz boshliq oyoq bilan bir mundu dabolan yog'inchashdan birini chiqirdi. Shu bilan bu arilg'i gavganchani putuq kiyib, endi bu yerda nemishqa bu ayolning oyog'ini kiyimi deydigan vaqtda, endi ayolning kiyimini qancha mushunda qilib bir nimalarni patqizgan bilan, lekin oyog'i hargiz patmaydi, ayolning oyog'i hargiz bu erik patmaydi. O'zining maxsus mushta gavganchasi bo'lganda, shu oyoqni kiyib bo'lgandan keyin yog'inchashlarni bir nimalarni qilib yurib, shu chochlariga taqab bo'lgandan keyin mushtaq o'zini tuzashtirib, aynakni oldiga kelib degan mushtaq har xil qizishilarni chiqarib, mushtaq uya yerlarini silab, ko'zlarini degan mushtaq qilib xumalchib, o'zidan huzurlanib, ashada shov qapti bu erik. Yilqi holatni bu ayol degan mashinada o'tirib ko'ryapti qaranglar. Bir chetdan ko'ryapti, bir chetdan vekchi qusqus ketibdi-da, ishini boshida ichib ash yer ostidagi yilqi lojitonga berib ashada butun yegan narsani meni qusib etganda, bu ayolning o'ylig'ini asli mushu Jemkon bilan men komandirib chiqib ketdim deb qo'yib, mushu uyga cho'qim ashnasidan ekildim, Jemkondan tutmayman deb o'ylabdi-ki, endi qo'pib bu ayol kishi o'zining erchi qolsa oldi qaranglar. Bu qattiq o'ylab baxmaganda ayoli hatto bu eri oshnisi akagan bo'lsa-mu bunchalar ko'ngli ilishib bunchalar bo'lib ketmasa o'g'itdi. Bu ayolning sanguansi biraqlam ashada vayron bo'pti-da. Bu kunda meni yonimda bir yostiqqa bosh qo'yib yetayotgan bu benta ekan go'ber deb o'ylabdi-da. Lekin udullam ashadan yugurib chiqib binoning ustiga, bu sen nima ish qilyapsan? Sen bir benta ekansan deb unda tegiz kelmabdi-ku erni. Chunki bu zodi nima ish, buning tegida zodi nima ish bor, erim nima ish bunday qildi. Buning psixikasida masala bormi? Yet qanday bo'lgani bu deb shuni aniqlamoqchi bu qiz. Shu bilan bu qiz shu kun kechligim yaqin atrofda bir yerda Judiyani ichib yetibdi yana. Shu atsatigini Jemkon qarsa eri yana shu agish peti shunday yaxshi yasinib normal peti ishib ketibdi. Shu bilan bu ayol asta uyga kelibdi. Uyga kelib yilqi boshimgini ochmoqchi bo'ldi. Shunda sinab oxiri bir amal qilib ichib yetibdi qarama. Buning mimasi nima deysanlar? Bularning to'y xotiri kunining ta'tursiga. Masalan, 2025-12-31 bo'lsa, 1-3-2-1 degandek shu shunday. Shu ilqini ichib yetibdi. Shkafning eshigini mushtal ichishiga abiq to'play serilib ham tushibdi-da. Shu bilan bu to'playning ustida bunda bir ilqi biz ishxonlarda ishlatgan ko'k rangli vinjen xabaru ochta bo'lganda, ilqini bunda asta ichida yig'onchash deymiz, bunda meja deymiz, unga ish kiyim deymiz, ochta bir nimalar bo'lga qarang. Uning ustiga qarsa bir qora rangli telefon tug'dak, ilqini ichib qarsa bu telefonga hech qanday mimo bekitmabdi qarang. Haqiqatan eri hargizmi ayolni bu ishkafni ochalaydi, bu yana ochidi oqtirdi deb o'ylab baxmaga o'xshaydi. Shu bilan bu qiz ilqi telefonni ichibdi, shu bu telefonda Vision'ni ichibdi. Vision'da boshqa hech nima yo'q ekanda, faqat bir to'plam bor ekan, ya'ni bir chun bor ekanda. Yilqi chunni besib kirganini bilib, bu qiz boshqa bir dunyoga berib qolgandek his qildi. Bu topda eriga o'xshash mushtaq qizlarning kiyimini kiyishni yaxshi ko'radigan erlar borga qaranglar. Ya o'zining ayolining kiyimini, ya o'zining qiz do'stining kiyimini mushtaq o'g'irliqcha kiygan shpinglarni, oddiy mushtaq rasmlarni to'pga yo'llaydi ekanda, anki uning boshqa yalan yilqindek xurum piyi bor, cho'plashib turgan. O'shunday kiyimlarni kiyib har xil mushundaq holatlarda tushgan rasmlar, anki yilqindek nuypujang deymiz, yilqi bir ayol malayning kiyimini hamda o'shunday bir kiyimlarni kiyib tushgan rasmlar, yilqi ig'izdan chiqayotgan devatgan gaplarning bir-biridan qilin ig'izga og'siz o'shunday bir gaplardan paransidganda bir-birini
kiyemeydi degan, ya'ni qizlar bir-birisini odash deganga o'xshashchu. Odash jinim deb turib paranchiligi. Bu qiz degan ash qo'llari titrab turib uchurlarni ko'rganda mushto ustiga serib qarsa birlar deyotgan. "Hey jonlarim, qaranglar, palonchi do'kondagi mush oyoqlar bizlarning putuq batqamishlar 40 nechinchi razmlik to'playlar baga. Oshni berib evlanglarmi, ma do'konni esanglar tutib elanglar. Palonchi do'kondagi yog'onchashlar bekrak jin ko'rindiki pezga, ma do'konni esanglar tutib elanglar, berib elanglar" deb oshtaq bir-birisiga oshtaq finshan qilgan gaplarni qildiga qaranglar. Shu bilan bu qiz degan davomli qilqa usti qarab seyrayotganda oxiri bu erning degan gapini ko'rgan. Bu erning bu topdagi ismi Vivi ekanda. Bu qiz vallaning ismini qo'yib oldi. İşte Vivi deb qo'yib olibdi. Shu bilan bu eri oqshom meni makiyimlarni kiyib tushgan rasmlarni bu to'q qo'yib olibdi. Andiki astaq nimda bezib qo'yibdi desanglar. Ve oqshom ayolim yo'qdi. Oxir ma ko'zim tushgan ko'ylakni kiyib oldim jimo. Shunda bir xil erkin bo'lib ko'nglim degan yayrab ketdi deganda o'sha deb yezibdi. Shu bilan u boshqa erlar yezibdi-da. Ve Vivi da sizning putungiz pek uzun jimo, ma ko'ylagingiz ajoyib yorishibdi. Bu daqiqatim so'ringa borgan chaqda mush kiyimingiz kiyib bering, bek pez chiqibdi deganda, shu bilan bu yerda bu eri qaytirdi. Kelar shanba kuni bizning so'rin qilgan chaqda kiydigan kiyimimni tayyor qilib bo'ldim. Vehshi peyza shu vaqt ko'zinglarni bir ichib qo'yay deb yezibdi. Bu topdagi akishlar mushta to'rda paranglashib qolmay, yana oyda bir mushta yig'ilish qilib turganda so'rin tuzib turgan. Bu so'ringa borgan chaqda ashunda ayolchi kiyimlarni kiyib so'rin tuzaydigan bular qarang. Yili qiz degan yig'ilgan peti yili telefonni o'chirib, shansasini ochirganda beshini o'chirib, shu shansasini ichib qarsa qaranglar. Bu o'zining yeshil ko'ynagini ham kiymabdi, boshqa ko'ynaklarni ham kiyibdi. Endi yeshil ko'ynagini bu qiz bekrak yaxshi ko'rgachga, yeshil ko'ynagi bekrak tarug'ashqa bilib qopdi-da, boshqa har xil ko'ynaklarni kiyib uyda mushtaq qilib tushgan rasmlar borga qarang telefonda. Uningdan boshqa bir ko'ynaklar bilan yotoqlarda, KTVlarda, ankin bir yoshlar bir yilg'im manjan degan narsalar bordi, o'ylagandek lolib kiyimlarni kiyib olib, danga uchundek bir kiyimlarni kiyib olib, grimni g'ichida qilib, ankin ol rangli, yeshil rangli, ashta bir chashlarni yog'an chashlarni taqib manjanni bilsizlar-ku. Ashunda manjan qilganligini berib qilibdi bu eri. Shu manjan qilganning, qizlarning hojatxonasida, qiz valchasini olganda o'chanmayotganda, o'sha hojatxonasidagi aynakda tushgan rasm borga. Mushto ustiga sersa, qanday rasmlar borga yana desanglar, oltin rangli bir yog'anchash taqibdi. Ustiga nima kiyibdi desanglar, endi nim deb deyman buni. Jang qilgan chaqda kiydigan bir yilga ezon tor bir kiyimlar bor. Shunday kiyimlarni kiyib, yilqi degan ko'zlarining yenshinlarida ham bir xil zong ashunda tushgan rasmlar bo'lganda karvatda. Ashunda rasmlarni tatib tushibdi. Bu qiz degan yilqini bir chetdan ko'rib o'tdi, bir chetdan yoshlar degan taram iq. Mush rasmining erim shuma. Mush rasmining yilqi eg'ir besi o'zining ishi bilan yuradigan romantiklikni tuzak bilmaydigan yilqi jinan erim mush shuma. Tova deb yilqi degan qonlisi degan vehshi qalayim qashadi shunda yig'lab ketdi. Lekin bu ayoli yana erning yuziga samayotganda, yana ish bo'lmagandek o'taverdi. Shunda shanba kuni kelarmikan, shunda bu er qo'pib, "Jini men yana bir shaharga komandirovka chiqadigan bo'lib qoldim, shanba deganda, shunda ayolga qilmaylam, "Ha, ma'qul" deb narsalarni yig'ishtirib berganda chamadani. Bu ayolning qilmaylam, hech nima demaylam, bir narsalarni yig'ishtirib berganini ko'rib, bu er degan bir xil endi ko'rishadigan bo'ldim ala bilan deb turib, xushallig'i chiroyiga chiqdi degan-chu. Shunda buni ko'rib ayol degan texnik ko'ngli bo'lib ketganda, "Tova" deb bir chetdan yilqidan qaradi, bir chetda o'ylaydi. Buni endi inni qamoqdirib chiqmaydiganini bildi. Bular yilqi shanba kuni yig'ilish qilib berishga deyishib qo'ygan shundaqqa. Shunda ayol ichida o'ylayotganda, "Xat, men sening keyninga tushmaydigan bo'lsam, sen zoda nima ish qilyapsa, kimlar bilan aralashyapsa, sening haqiqiy moyiting qandoq men bir bilmaydigan bo'lsam, tegi yetmaydigan bo'lsam" deb o'ylaydi. Shundan bu qiz bu erining keyniga tushmoqdiga qarama. Qarsa bu eri shu shaharning chet bir yerdagi bir shaxsiy ijro olgan, masalan, restorandek o'lsanglar bo'ldi, yo bo'lmasa yedendek o'lsanglar bo'ldi. Shunda bir bezmixandek bir yer kelib to'xtabdi. Mushto qarsa bezmixonning eshik oldiga shunda jiq mashinalar to'xtab ketgan. Endi uni ichiga kirayotgan erlar borga, ayollar borganda, lekin ko'pragi yo'g'on chamadonni so'rab kirib ketayotgan erlarga qarang. Bu chamadonning ichida nimalar bor o'zinglar bilsizlar. Shundan bu qiz maskam taqab, shapkalarni taqab, mushto qilib puxtatmaylam, bir fuyalar kirgan ayrim bir ish bo'lgancha, shu yerdan lip bidiq bilan ashadan nukib kirib olibdi ichiga. Shu bo'yina ichiga kirishiga bilan yilqining ichi degan dup-dup bang, yilqi diskolar degan qo'yilayotgan yilqi muzikalar, shunda ching yilqi lap chiroqlar yilqining orasida. Shu mushto qarsa sahnaning ustida deb yilqindek ayolchi kiyinib olgan erlar vehshi to'lg'ab ashada jilandek usloyni qildigan. Shu bilan bu ayoli zalning ichida mushto o qarab erining simasini izlayotganda nadu deb. Mushtal qarsa eri zalning bulung'ida bir yerda turgan. Bu chaqda allaqachon yilqi ayolchi kiyimlarni kiyib oyoqlar o'zgarib bo'libdi. Uchisiga bu ayoli azaldan ko'rib baxmagan bir qora ranglik yilqindek lace bizlarga to'rliq bir devday ashunda
bir de kep turdi qaşta köynekte birini kiyipti qaranglar. Dümbüsü bütün muş yonbaşgacha uchuqqanda shu ashta to'g'rak beshiga andikinlik qaranglik dabolang budurchichi va shuni taqapti. Putiga va oyolimi kiymaydigan mushto egiz boshindagi bir egiz boshliq oyoq kiyibdi. Qo'lida bir romkada qizlaraq, oldidagi bir lolita kiyim kiyib olgan bir bestlik er bilan ichida paranglashib chaqalashib to'g'da qaranglar. Yilqi akshining besti bu erdim yo'g'anganda bu bestiga shu umaq lolita kiyimni kiyibdi qaranglar. Ikki sashada yejarishib shishi qaqa to'g'dak. Chekenda bir e'lon qistirib qo'yma Pernaning xojin yangi oltin yemganlar bormi? Cho'qim ip yeb yaqinlajmi? Va xosingni chiqarib beraysan birdamda mol tugab ketib qaranglar. Mana bu chiqaqli bu qoqli 3 kun bo'ldi. Mama tugab ketmasin. Hozir shu zaman sedinglarmi? Va pinonchi bilan ispoyman. Bir yashigidan 8 qap chiqdi qaranglar. Sizlarga chiqarib bermay turibman. 4 yapiltma 4 tal qapdi. Alamat ochiq ama qat'iy ochiq yelanmayman deganlar. Ammanglarmi? Xel ochiqga. Anki ishchi yilqida ko'ngshing yangi odamlar qaynoq suvni qo'yib 3 minut to'xsanglar birdan bilan yumshoq bo'ldi. Ta'mi vehshi payzga. Mush pinonchi bilan ispoyman 29 9 8 bo'laq sedinglar. Shu bilan bu ayoli o'ttilmish ertirabga qarab mangdiga qaranglar. Bir chetdan mengib yetibdi, bir chetdan bu ikkisining burunqi baxtlik minutlari xuddi kinolentisdek mush qillisdan bir-birlab o'tishga boshlabdi. Yilqi yoshlar degan mush ko'zning ichida lig'ir qilib chiqib ketdi deb turib qapti. Shu bilan asta partiga bu erib vaqtda bu ayolga dumbasini qilib turganda oyoq qarab. Shu asta berib yilqi dumbasiga yalang'och dumbasiga paq urib kuvay deganda bu erning ismi. Shu degandekin yilqi er shu zaman xuddi yilqi chaqmoq soqayotgandek shop deganda qarayotganda mushtal qarsa ayolni ko'rdiki. Yilqi ayolni ko'rib yilqi chiroyli degan qon didor qolmayotganda to'tirib asildimi bu er yilqindek yen shunjoң deymiz. Butun amir oppaqangan ko'zlariga qop-qora girim qilib olgan. Shu ashta girim qilib ekan. Yilqi ayolni ko'rib asha turibli qolganda yilqi qo'lidagi stakan chasliq yerga tushib ham yilqi stakan cheqilib ichiga qizlaroq degan bo'shikisdan putlab chechilib ketdi. Shu bilan bu vaqtda er qopib Xudon debdi-de. Yilqi erning ovozi bilan shunda debdi-de. Odatda yilqi to'plarda paranglashgan chog'da ya bo'lmasa mana o'xshash yig'ilishlar qatnashgan chog'da men o'zi bilan o'xshash tipdagi odamlar bilan-ku. Yilqi bulayli qizvoldak chinim deb turib yilqi ovozini qisib ashunda gaqlab ekan-ku. Shu ayolni ko'rib Xudon debdi-ki, aniki yilqi yerga tushgan stakanning ovozlari bilan butun maydondagi hamma odam bular qarabdi-da. Shu endi bularning orasida bu cho'chib ketganim borga o'ynayim sho'g'andi deb. Ham bularning orasida ha Magoyni xudni tutibdi-da, oxiri deb o'yin ko'rganlar borga. Shu hammasi mushlar qarab turib qapti-da. Shu bilan bu vaqtda bu ayol endi bu yerda vaqirab, jaqirab unda qamabdi. Shunda normal ovozda mush sening cho'chay qilganingmi? Mush sening jaban qilganingmi? deb so'rabdi. Shu bilan bu eri xotun deb ayolning qo'lini tutay debdi-yu, lekin endi qo'llarida harrang sarrang yilqi mejalar bor. Shu zaman qo'lni yana qochiribdi-da. Shu o'zining bir ochiq badallarini mushtaqlab to'say debdi. U yoq bu yoq qarab bir kirdigan to'shuvami topolmay qapti-chu bu eri. Shu bilan bu eri oxir nima deyishni bilmay Jinim men sana tushundiray, sen o'ylagandek unda emas deyganda. Endi mushu erlarning hammasining mushu bir shipashib qolganchada o'rtaq deydigan gapi, jinim men sana tushundiray gapimni angla, sen o'ylagandek unda emas. Ashtayli gap qildi. Agar tushundigidek yeri bo'lsa-chi, udillam tushundirib tashladi. Vaqirablam nima desa, men bunda deb. Tushundigidek yeri bo'lmag'achqa, jinim sen o'ylagandek emas, men tushundiray. Udillam tushundiringlar buda tushundigidek yeri bo'lsa. Shu bilan bu gapni anglagandan keyin bu ayolning g'ushida ochiq tutibdi-da. Nimani tushundirsa? Nimasi men o'ylagandek emasga? Mening kiyimimni o'g'irliqchi kiygining men o'ylagandek emasmikan yoki miyada Vivi ismli ochash bo'g'ning men o'ylagandek emasmikan? O'zi akishni yaxshi ko'rsang, yo bo'lmasa bir xotin kishi bo'g'in kelib kelsa, to'ydan burunlar men desam olmamdi. 5 yil oldab kelsan meni. Ha? Bu 5 yilning yoqi mening kiyimimni emas, mening g'ururimni uchangga kiyib, nomussiz ishlarni qilsa. Mushima men tushundirmoqchi bo'g'nim. Shu gapni deb bilan bu qiz keyniga o'rilib turmayapti. Bu mehnat yeda 1 minutmi to'g'ri kelmabdi. Shundan keyin er eshadi palaqshib yuguribdi bundan keyin lekin egiz boshliq oyoq kiyib olgan bizlar ikki qadam yugurmaydilar balaqida eshay yiqilibdi-da yiqilib yog'in chechib maymoq ketib ichidagi qarchachi chiqib qolibdi-ku o'zining shu eshada shunda bir xil langbay holatida hammasiga o'yin bo'lib turibdi yerda shunda ayoli o'tol uy qaytib keldi ekan keyindan ermi uy qaytib kelib butun kirimlarni hammasini yuvib shu uyda odatda kiydigan shu yesni kiyib shu kotingda bu ayolning oldida tizilib turib jinim xotin rost gap men rostlam san osilik qilib baxmadim men mushunda kiydim rost lekin men jismoniy jihatdan talatga hech kim bilan unda qalaymikan ya akish olsun yoki ayol kishi olsun hech qanday ish qilib baxmadim rost mening gapimga ishon deb shu o'zining beshini changallag'an bedashda o'tiribchi shu mening faqat bismim bek ish ketibdi faqat mush bismim chiqirdigan yer topolmay mushda qilib qopdim men xotin deydi shu bilan bu ayoli bu yan nimlan deydi deb safodimdan qilib qarab turdi ekanda shu bilan bu er davomliq deydi kichigimdan tortib opam dadam meni shunda ching boshqaratdi nima ish qilsam cho'qim opam dadamning sizig'idan chiqsam bo'lmadi. Internatda ikkinchi bo'qasam bo'lmadi. Cho'qim birinchilikni elishim kerakdi. Keyinchi opam dadam orzu qilgan oliy maktabda o'qidim. Keyin xizmatga chiqqandan keyin cho'qim cho'ng dangliq shirkatda ishlaysa dedi. Ha ma'qul deb shunday shirkatda ishildim. Uning keyindan haqiqiy akishdek o'zingning kuchiga tayanib mashina uy olsa dedi. Ha ma'qul deb unim oldim. Opam dadamning oldida ojizligimni ifodalasam bo'lmadi. Qilolmayman desam bo'lmadi. Yig'ilsam bo'lmadi. Chunki o'shta qilsamlam haqiqiy akish bo'lmay qoladim ularning nazarida. Men rost bek yer ketdim. Keyin tuyuqsiz bir kuni
ayolcha kiyimni kiyib qoldim. Shu daqiqadan boshlab mening ko'nglimdagi asldagi yilqi kishi o'ldi. Uning o'rniga Vivi ismli bir ayol kishi qaytadan tug'ildi. Mushu daqiqadan boshlab men shundoq o'zimni erkin xo'shal his qildim. Chunki men ayol kishi bo'lgan vaqtimda boshqalar tarafidan qo'g'dalsam bo'ldi. O'zimni ojizligini ifodalasam bo'ldi, qilolmayman desam bo'ladi. Erkin yashasam bo'ldi. Yilqi qoida tuzumlarga bo'ysunmasam bo'ladi. Sizning kiyimingizni kiyishimdagi sabab sizda bir xil men eng havas qilgan ayollarda bo'lishga tegishli latofat va nazokat bor. Hamda hozirgi davrdagi ayollarga xos erkinlik bor. Shuni sizga shunda havas qilaman. Shu mening ayol kishining kiyimini kiyishimdagi sabab faqat o'zimdagi shu besimni yeniklatish uchun, faqat mushta bir qiziqishim bor. Boshqa hech qanday ish yo'q. Mening talada boshqa oshnam yo'q. Talaga hargiz buzilmadim, boshqa ishimni qilmadim. Deydi. Shu bilan bu ayoli erining gapini anglab, boshdagi ochig'i sal yinib qopdi, hamda bu eriga sal ichi og'ir qopdi. Demisimi bu eri haqiqatan boshqalar bilan hamda jismoniy jihatdan buzuqchiliklarni qilmagan. Uning ustiga bu eri haqiqatan o'zi shunday yaxshi muomala qildi, shunday ko'yindi, topgan pulning hammasini maoshini ayoliga topshirdi. Bu ayol turib deb o'ylayotganda, ajaba erimning qilgan bu ishini men faqat boshqa erlarga o'xshash masalanga o'yin o'ynaydigan, Anken beliq tutadigan, bord o'ynaydigan mushunda bir qiziqish deb o'tkazsam bo'lamdi ajaba deb o'ylaydi. Shu kundan tortib bu ayoli o'sha buruqturum bo'lib o'zi bilan o'zi o'ylab bu ishni ajaba mushin deb men 5 yillik nikorimdan voz kechamdim, erimdan ajrashamdim. Ajaba mening bu kallam sal davrdan taraqqiyotiga yetishmay qoldim, sal qaloq kelib qoldim ya. Hozir mushta bo'lib ketbaram deya mushundaq jamiyat. Agarda mushta bo'lib qolsam, men bekordan erimdan ajrashib, bu nikoh turmushini buzmay, qanday qilsam bo'ladi deb o'ylab, oxiri bu qiz o'zining bishidan bo'lib o'tganishning hammasini yezib, to'g'ri chiqar ekan. Ming holatda o'zining ismini chiqarmaydi. Chiqarib shuni to'rdashlardan yordam so'rayotgan. Men zot qanday qilsam bo'ladi deb. Shuning bilan bu ishni mush to'rdashlar bilgan ekan. Shu bilan bu qizning chiqargan narsa birdan bilan qo'l bo'lib ketganda, shu bilan nurg'un to'rdashlar har xil gap qilganda, ba'zilardagi bu ering AGP deganda, ya'ni o'sha Newlandal odamlar qilgan, Yidwanpi ya'ni o'sha ayol yasinishni yaxshi ko'radigan mushundaq erlarchi. Masalan, Lenton P deb qo'yamiz, kichik bolalarni yaxshi ko'radigan shundaq. P degan amdanim deymiz, o'sha kasal emas, normal emas, kasaldan normalning orasidagi bir sal normalsiz bo'lgan bir xil qiziqish. Shunday ekanda bu. Shu bilan bu to'rdashlar deydigan. Bunda odamlar senimi yaxshi ko'rmaydi, boshqalarni yaxshi ko'rmaydi, faqat shu ayol yasangan o'zini ham yaxshi ko'rdi. Endi sizlarning hayotim bo'lsa hozir balonlar yo'qki, aytgan balonlar bo'lib qolsa, uqishmay dadasining mushta ko'ynak kiyganini ko'rib qolsa, ya bo'lmasa aytgan sal cho'ngroq bo'lib, dadasining mushta bir qiziqishi borligini bilib qolsa, endi balonlar qanday qaraydi bunga, qanday bir muhitda cho'ng bo'ladi deyotganda, endi yana ba'zi to'rdashlar deyotganda, hamma odamning o'zi uchlik, maxfiyatlik bo'ldi, o'zi uchlik besim bo'ldi. Sizning maqsad hech kim bilmaydigan kichik maxfiyatliklaringiz bor. Shu erangiz bilan cho'qim yaxshi paranglashib chiqqanlar, yaxshi ko'ton qilib qilib bu ishni hal qilib bo'lamdi, bo'lmamdi. Unda tuyuqsizlanmay, sen buzuqkansan, anaqay, mandaqay deb erangiz bilan biroqla ajrashib, erangizning burun sizga ko'yingan qilgan yaxshi muomalalarni bir tayoqda unda biroqla maydisangiz bo'lmaydi deyotganda, shu bilan bu ayol bu to'rdashlarning gaplarini bir-birlab hammasini o'qiydi ekan. Oxirida yana nima qilishni bilmayotganda, shu necha kunda degan kunda yig'laydi ekan, o'sha ro'yi chiqib ketgandek ashta yur degancha, kechda uxlasam qarbis o'qin ketdi ekan. Tushida naqilga erining uyida o'zining yeshil ko'yingan kiyib bir g'ijjida kirim qilgan holda, aynakka mushtal qargan holda tushib kirganda shu yerni ko'rib bilan cho'chib o'qin ketdi ekan. Bu ayol o'ylab oxiri bir qarorga kelganda, men bu jamiyatimizda mushundaq bir to'p odamlarning borligini tushuna olmayman, ya'ni lidiya qila olmayman, qabul qila olmayman. Lekin o'zimning erining bularning orasidagi birisining bo'lib qolishini qabul qila olmayman. Erim kiyib qo'ygan yilqi kiyimlarga qaytadan qarashga ko'zim bormaydi. Erimning chiroyi qarashga texim ko'zim bormaydi. Erim bilan bir yostiqqa bosh qo'yishga ondan ko'nglim bormaydi. Men ko'ngilda tikan paydo bo'ldi. Men endi haqqancha o'zimni bir erim bilan uyimni yaxshi tutib ketay deb zo'lg'an taqdirdimi, lekin men ko'ngil qilib bo'ldi. Buni asli keltirib bo'lmaydi. deb o'ylab shu bilan bu ayol erni oldiga ajrish iltimosini qo'yganda hech kimimiz ajrish ketaylik deydi. Shu er shu yerda shunda yig'lab ketganda shu bilan bu ayol qo'yib deydi. Mening sen bilan oxir ajrashmoqchi bo'lganim hargizmi seni kamsitganim emas. Seni past ko'nglim emas. Lekin sening bu qiziqishing hargizmi mening ko'nglimni xonavayron qilib bo'lmadi. Sen asli mushunda qiziqishing bo'lgan odam to'ydan burunlab menga raskatni qilishing kerakdi. Ama qabul qila olsam, sen bilan o'tishsam bo'ladi. Qabul qilmasam, yo'limga mansam bo'ladi. Sening xatoliging hargizmi bu qiziqishingning bo'lganligida emas, balki meni oldiganligingda. Deyotganda, shu bilan eri shu yerda yig'lab ketdi, lekin oxir amal yo'q, shunaqa imzo qo'ydi. Shuna qilib bu ayolning hikoyasi mishada xarlashibdi. Agarda bu zot qanday ishdi, bularning endi ishki ko'ngli o'ylig'ini nimadi, bu zot qanday qiziqishdi deb qiziqsanglar, masha cho'ban ma artistni bilsizlar-ku. Mushu boshroqlardan tamay yuqadigan kinoni ko'rib baqmanglar. Agar ko'rib baqmaganlar bo'lsa, berib ko'rib baqinglar. Mushuning bilan o'pmoqchish dal mushundaq nurjondalar. Bu kinoda qanday desanglar, bu er bilan ayol ilişkisi rassamda bu erning bakrak tanqi bor.
Şondan bu eri asli şunda normal bir erdi, lekin ayolning bir kuni sizaydigan model ayol modeli kelmay qilib, şon bilan eriga "Oysa o kiyimni munda qilib oldinga tutib berib, o'sha turpagini emas sizib olay" deyotganda bu eri "Voy ya" deydigan. Şon bilan zo'lab turib olganki, "Ha ma'qul" deb, "O ko'ylakni kiymayotgan oldig'imda, kiyimni oldig'imda tutib berib, ashada o'tirdi-da. Yiliq ayol ayetini sizavatdı. Yiliq eri şu ko'ylakni oldig'a tutgan şu daqiqada ko'ngli jig'g'ida qilib qoldi-da. Yiliq degan ko'ylakni uyab belarni mushto silab ketdi. Bir xil, boshqa bir xil his tuyg'udi bo'ldi bu erlancho. Yiliq ta kelishin shijada da mendamdi. Ashunda bir xil hissiyati bo'ldi. Keyindan shu bilan bu daqiqada ash ko'ylakni rasmiy kiyib turib berdi. Keyindan asta şu ayolchi kiyim kiydiganga omra bo'lib qoldi. Ayolimi endi erim endi mushundaq siji mushundaq bir o'ynoq spa o'xshaydi deb o'ylab qolamdi. Shu bilan xo'sh bo'lib ayoli buning qo'qonlarni surib ko'ylaklarni kiyib, yo'g'on chashlarni taqig'izib, shikisi xuddi atsanglardek talalarga o'ynag'il chiqdi-da, u bu murasimlar qatnashdi bu yerda. Boshqa bir Lili degan ism bilan-chu. Şunda ayoli asli buni oddilam o'ylab qopdi ekan. Faqat erimda qiziqibmishda o'ynab qo'yapti debchu. Lekin bir qayta bir so'rinda bu erining boshqa er bilan söylüşüyotganini ko'r qolib qaranglar. Shu bilan bu ayol ashiyat degan, bu nima shop ketdi deb shu yerdan uyga qaytdi, ikkisi ozroq so'qishdi, u bu qilib. Keyin bu eri rasmiy deydi, men mushundaq yo'lga kirib qoldim, men rasmiy qiziqib qoldim, u bu degan. Shu bilan bu ayoli erini to'g'ri tushundi qaranglar. Ish og'riydi eriga. Haqiqatan yaxshi ko'rdi bu ayol shunda yaxshi. Shu bilan erining qiziqishini qabul qilib qo'llaydi qaranglar. Keyin eri boshqa erlar bilan muhabbatlashdi. Shunda qilib erining endi bu ayolchi kiyim kiyibli qolmay yana haqiqiy ayolga o'zgargisi kelib qoldi, operatsiya qilgisi kelib qoldi. Lekin u vaqtlar degan bu kinoning oxir ko'rinishi degan bir 19-asrlarmi shunda bir vaqtlar bir shunda 19-asrlar vaqtlar. Shu bilan bu vaqtlarda ham unda operatsiya qilgan iqtidorlar degan undaq jishular taraqqiy qilmagan vaqt. Shu bilan bu dastlabki oqchashqan rolini olib qoldi demdik. Endi tajriba qilgan vaqtda. Shu bilan ustini qilgan chaqda shunda o'ngishliq bo'ldi, lekin ostini qilgan chaqda shu bilan qizib bo'lib oxirida o'lib ketdi. Mushta bir kino ko'p baqsanlar bo'ldi. Endi men bunda odamlarni to'rdan tekshirib baksam qaranglar, bular ikki xil bo'ldi kedanglar. Ikkinchisi ayolchi kiyim kiyishni yaxshi ko'rgan, lekin bularning orasidagi birsi ham jinskanda, ya'ni erlarni yaxshi ko'rgan. Lekin bularning orasidagi yana bir xil bo'lsa, o'zi gerchi ayolchi kiyim kiyishni yaxshi ko'rgan bilan, lekin yana ayol kishini yaxshi ko'rgan. Shu o'xshamaydi. Agarda siz mush hikoyadagi ayoli bo'lib qolgan bo'lsangiz, qanday qilardingiz? Olamni ma'lum qilib chovsini chitqayamdingiz yoki mush ayolga o'xshash jimmida ayirlik etamdingiz yoki bo'lmasa davomli eringiz bilan uy tutib yuramdingiz? Amsa tenzan konju shu tanqilishni unutib qolmanglar. Anki ma pernani xojin yengosini yeyishni unutib qolmanglar. Ochiq shunda paysa 29 ga 9 moga 8 bo'laq keldi. Ostidagi pilni chiglam isib qo'yma. Xayr xo'sh.